Cobalt maşını selken 163 bin kilometre yürüp turuptu. Nölden özüm qarab ben. Deptaçasını az ko'rsataman. Castrol Magnetic DX2 mayından qo'yadi. 5000 kilometrda kelib boshlagan. Paket vaqti 20 mingga kelish kerak edi. Keyin 27 mingda kelgan. 42 da kelish kerak edi. Mana yana Castrol saqamiz. Keyin 52 da kelgan bu adam. Yana Castrol salingan. Keyin 67 da kelish kerak edi. 74 mingda kelgan. Zaminaga 94 da kelish kerak edi. Şu vaqtda korobka modelini o'zgartirdik. Castrol DX2 mayından qo'yib berganmiz. Keyin 94 da kelgan. 114 da kelish kerak edi. Keyin 119 da keldi. 119 yozib berib qo'yibmiz. ...137'de kelgan, 150'de kelish kerak edi. Hozir mana tozasini yozdik, 163 bo'lib turibdi. Endi 182 da keladi. Ko'ramiz endi safar qancha kilometr yurib keladi ekan. Har bir zaminasi 20 ming kilometrga borib turibdi bu mashinaning. 20 ming kilometrdan o'tib ham turibdi o'ralari. Bu mashinaga Castrol mayni. Yana shu Castrol maynidan postoyanniy quyadi. Motorning ishlari mana yaldirab turibdi. 1 gram qora kuyib yeshasa yo'q. Taptoza bo'lib turadi. Shuplari metkada keladi. Germanskiy mahsulot o'zining kuchini ko'rsatib turibdi. Tanlovda adashman, Castrol hamma vaqt nomer 1. 90 bo'yida Castrol zamena mahsulotlar kelsangizlar, har turli assortimentda Castrol mahsulotlarimiz bor. Bunday Germaniyaning o'zidan keladigan Araltronik mallarimiz ham bor.